Excelni professional darajada o'rganishga tayyormisiz? Bilim sari yo'l Jahon o'quv markazi bilan boshlanadi. Mana bu ustunga e'tibor bering. Aliyev Vali Jalilovich. Ism, familiya hamda otchество bitta ustunda joylashgan. Agar sizda 40 ga yaqin fuqaroning ismi bor, shuni faqatgina ism familiyasini alohida ajratib olmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Zo'r, ha? Buni misol uchun Aliyev Vali deb endi har birini yozib chiqishimizga qancha vaqt ketadi? Shunchaki tezkor klavish orqali mana hammasini hal qilib qo'yishimiz mumkin. Excel naqadar ajoyib dasturligini shu joyda ko'rdik. Excel sizni ham yig'olatdimi? Unda tezroq obuna bo'ling. Balki bu safar Excel sizdan qo'rqib qolar. Like bosing. Endi qarang. Aliflarni hammasi kichkina harfda yozilgan. Uni bosh harfda yozib chiqishimiz kerak. Nima qilamiz? Bu joyda Aliyev va almashtirishga Aliyev deb yozsak, bu yerda zamitni bosamiz va ko'ring, hammasi kichkina harfda edi, bosh harfga o'zgarib qoldi. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Excel ikkinchi dars. Bu joyda o'rganishingiz kerak bo'lgan funksiyalarni yozib ketamiz. Topshiriq ikkinchi dars. Birinchi darsda biz siz bilan fayl hamda glavniy bo'limini o'rgangan edik. Glavniy bo'limidan adashmasam, mana shu joygacha, ya'ni chislogacha kelib qolgan edik. Xo'sh, chislo bo'limida nima bor, nimalarni bilishimiz kerak. Hozircha bizda bu ism familiyalarni o'chirib turamiz. Chislo bo'limida birinchi o'rinda mana bu yacheykamizdagi yozuvlarni kichik bir formati bor. Ya'ni bundan bizga nima joyda foydalanamiz? Qanaqadir kadastr raqam yoki boshqa nomerlarni yozyapsiz. Mana 00 25 17 52 74. Va bu yerda ism familiya va ikkinchi fuqaronikini yozaman desak, boshidagi 00larni yozmaydi. Mana qarang, 01 yozsak ham, mana 0001 yozsak ham, demak, mana shu joyda biz raqamni nollari bilan kiritishimiz kerak bo'lsa, butun yacheykaga shunaqa bo'lsa, tepadan harfdan belgilaymiz va mana bu joydan text video yozib qo'yamiz. Mana endi 0001 0 qo'yaylik. 0 bemalol mana 01 002 006 farqi yo'q. Hisob qolsa, mana bu joydan yoki aynan bitta yacheyka kerak bo'lsa, shu yacheykani o'zini bosib ham mana shu joyda text deb belgilab qo'yamiz. Bu joy eslaringizdan chiqsa, sichqonchaning o'ng tomonini bossak, mana bu yerda format yacheyka degan joyi ham chiqadi. Eslab qoling. Mana buni bosib turib ham yoki bu yacheykani tepasidan yoki bunaqasiga bosib turib ham farqi yo'q. Yoki mana umumiy maydonni bosib turib ham, o'ng tomonni bosib turib, mana format yacheyka va mana shu joyda text deb bosamiz. Endi xohlagan joyga 01 yozib ko'ring. Mana 01 da qabul qiladi. 01 03. Demak, biz formatni ko'rib oldik. Endi keyingisi nima? Chislo bo'limini. Bu pul birliklari. Masalan, 100 ekranimizda rubl. Formatni o'chirib qo'yishimiz kerak edi. Rubl uchun $100 rubl. Chunki buni formati finansiyaga o'tib qoladi, shuni hisobidan. Yoki $1000 va yevro. Shu shaklda xohlagan qiymatimizga xohlagan pul birligini qo'yishimiz mumkin. Mana bu joyga kiramiz. Mana другие финансовыйga kirsak,
Mana bu qismi. Qarangmi? Deyarli barcha davlatning pul birliklari bor. Mana shu yerdan mana qo'shni Qozog'istonniki bor. O'zbekiston o'ziniki ham bor albatta. Shu yerdan xohlaganini qidirib qo'yishimiz mumkin. Endi mana bu joyni eslatib o'tay. Mana bu yerda nima bor? Mana bunga sal kattalashtirib ko'rsataman. Kattalashtirishni uchun o'chirishim kerak ekan. Mana bu joyga qarang. Yuz virgul ikkita nol, 1000,2 nol, 1000,2 nol. Bu nima qiladi? Nima? Hurmatli cheka. Bunga kirishimiz kerak edi. Finansiy, другой. Bu mana bu 2 qo'yilgani o'shandan keyingi nollar soni bor. 0 qilib qo'ysak, 0 qolmaydi. Kiramiz. Finansiy. Buni kattalashtirsak 0 ko'payadi, 4 ta 0 qo'yib beradi. Mana shu uchun ishlatiladi. Undan keyingisi protsent, ya'ni foiz. Excel dasturi bir sonini 100% deb hisoblaydi. Masalan, 1 ga foiz bersak 100%. Biz masalan 0,2 qilib foiz beradigan bo'lsak, 20%. Demak, Excel dasturida bir soni 100% hisoblanar ekan. Xo'sh, keyingisi nollar nima? Masalan, shu yerda necha son bo'lganini o'qish uchun biz nollarni sanashga qiynalamiz. Yirik miqdordagi sonlar bilan ishlayotganda mana bosib qo'ysak 100 million. Mana shu shaklda 3 son birligida ajratib beradi. Endi mana bu ikkalasi nima? Buni qarang, mana bossam virgul ko'payadi. Virguldan keyingi nimalar mana. Shu shaklda o'chirib qo'ysak bo'ladi. Bu kichkinagina chislo bo'limi ham kerakli narsa ekan. Xo'sh, endi keyingisi stil. Stil o'zi nomi bilan ma'lumki, stil ko'rinish. Bizda jadval bo'lsa, misol uchun masalan boshlaylik. Nomer, masalan ism, yosh, manzil. Endi nomerni bir qo'yamizda, kontrolni bosib turib yoki dönüşte Ali, dönüşte yosh. Masalan 13 bo'lsin ham. Manzil Buxoro. Endi mana bu joyda bahosi. Kimdir 3, kimdir 4, kimdir 5, 5, 5, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ketdik. Buni yacheyka qilishimiz uchun mana kerak joyni belgilaymizda. Qarang, mana nomerdan boshlab bahogacha oldim va bu joyda segranitsiyani qo'yib yacheyka qildim. Buni o'rtaga joylashtirib, yozuvlarni chiroyli qilib joylashtirdim. Bu stil nimaga kerak bunaqa? Birinchisi, masalan, e'tibor bering, mana bu joyda baholarga qarab rang beradi. Mana bu. Qo'ysak 5 eng maksimum bo'lgani uchun mana. Agar biz bittasida kattaroq mana 7 ni qo'yadigan bo'lsak, mana 5 lar ham kamayadi. Просто shunaqa jadvalimizni stillab berar ekan. Keyingisi jadvalimizni mana bu shaklda tablitsa qilib beradi. Mana bu ichiga bosib qolishimiz kerak albatta. Hisob kitobli jadvallarni bunaqa chiroyli qilish shart emas, shuning uchun oddiy jadval ham bo'ladi. Keyingisi
Biz masalan nomer bilan mana bu qismini boshqa xil rangga ajratib qo'ymoqchimiz. Ko'rdingizmi mana? Bu yog'ini esa boshqa xil rangga stil yacheyka. Mana shu uchun stil yacheyka bo'limi mana shu vazifalarni bajaradi. Xo'sh, endi yacheykani o'zi вставить, удалить format. Mana shu joyda ismidan keyin yana bitta yacheyka ochmoqchimiz. Belgilaymiz. O'zi aslida oson yo'li mana belgilab o'ng tomonni bosib вставить bossak nomerdan oldin bo'lib qoldi. Bizga keyin bo'lsa bunisini belgilashimiz kerak. O'ng tomonni bosib вставить bossak albatta o'zi yozib beradi. Bu ortiqcha bo'lsa o'ng tomonni bosamizda удалить yacheyka qilamiz. Faqat tepadan bosishimiz kerak, bu yerdan emas. Tepadan. Bu yerdan bossak nima bo'ladi? Bu yerdan bosib o'ng tomonni удалить bosadigan bo'lsak, bizga qaysi yo'nalish bo'yicha o'chirishni so'raydi. Chunki bu yosh ham bir yo'nalishi bo'yicha ham y, ya'ni x o'qi hamda y o'qi bo'yicha bor. Bizda y o'qi bo'yicha bo'lsa strogini belgilaymizda Ctrl Z. Yo'q, namorat qilamiz. Stolus belgilashimiz kerak ekan. O'chirdi. Xo'sh. Endi bu ham xuddi shunaqa, mana belgilab turib вставить bossak qo'shib beradi. Mana удалить bossak o'chirib beradi. Va format. Bu formati nima? Format mana bu yacheykamizda mana qaysini belgilaymiz bir xil bo'lish uchun mana formatga kiramizda shuni keling bizda 13 qilmoqchimiz. Belgilangan hududda bir xil formatda 13 qilib berdi. Endi bu tomonni ham belgilaymiz. Yo'q, qo'lda belgilaymiz buni. Va shuni formatga kirib mana bu joydan 12 qilmoqchimiz. Mana shu shaklda yacheykani formatini belgilashimiz mumkin ekan. Keyingisi buni o'chiramiz. Yangi jadval kerak bizda. Mana o'ng tomonni bosamizda удалить. Hammasi o'chib ketadi. Xo'sh, bizda avtosumma bor, заполнить hamda очистить degan funksiyalarimiz bor. Narxlarimiz bor. Ya'ni qiymatimiz bor masalan. Endi shularni qo'shishimiz kerak. Keling, kattaroq bo'lsin, ko'proq bo'lsin. Shuning uchun hammasini bitta-bitta formula bilan qo'shib o'tirmaymizda, belgilab turib, mana shu yerdan avtosummani ustiga bosadigan bo'lsak, hammasini qo'shib beradi. Avtosumma bunaqasiga ham bo'lsa agar bunaqasiga belgilaymiz. Summani bossak qo'shib beradi. Endi avtosummani ichida funksiyalar bor. Средний, счетчик, maksimum, minimum degan funksiyalarimiz bor. Masalan, mana bu joyda keling 4 ta raqam yozaylik. Shuni 4 ta sonni o'rtachasini topishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Avtosummada средний degani o'rtacha. 4 talasi qo'shiladi-da, ya'ni 4 ga bo'linadi. Misol uchun mana 3 4 hisob qilamiz 3 4 5. Qo'shsak 9 12. 12 ni 3 ga bo'lamiz, 4 chiqadi, to'g'rimi? Mana belgilaymizda, среднийga kiramiz 4. Endi yana bir joyga e'tibor bering mana. Belgilasam, keling bu yoqdagidan belgilaymiz. 2 1. Shu jadvalning ichidan aynan shu 3 ta qiymatni qo'shishni belgilasam, mana bu joyda pastda mana средний, mana shu o'rtachasi, bu yerda esa количество nechta qatorligi va jami qo'shilsa necha bo'lishini ko'rsatib turadi har doim. Kattaroqni ko'rsam ham hisoblab beraveradi. Mana o'rtachasi 15 ta son va jamini qo'shsa qancha bo'lishini ko'rsatadi. Farqi yo'q uni. Ikkita son bo'lsa ham 18, o'rtachasi 18 ekan. Ikkita son, jami 36.
Xuddi shunday o'rtachasi ham kerakli son bo'lar ekan. O'rtachasini hisoblash ham avtosummada bor ekan. Keyin счетчик. Счетчик bu sanaydi. Ya'ni keling nechta qatorda son bo'lsa, o'shani sanab beradi. Son qiymat farqi yo'q. Bosib turamizda счетчикni bossak, bizda 20 ta qator bor ekan. Mana tekshirib ko'ramiz. 1 kontrolni bosmabmiz, kechirasizlar. ta qator bor ekan. Buni mana bu yoqdagi raqamdan yoki boshqasidan ko'rsak ham bo'ladi. Счетчик funksiyasi nimaga kerak degan boshda menda ham savol bo'lgan edi. Endi счетчикga e'tibor bering. Keyin orasidan qaysilardir o'chiramiz. Natijaga e'tibor bering. Mana bu kamayishni boshladi. Ya'ni счетчикda bo'sh qatorlar emas, aynan yozuv bor qatorlarni hisoblab beradi bizga mana shu taqom. Tartib raqami bu yoq esa ketma-ket bo'shmi, zaynmi hammasini hisoblaydi. Счетчик tushunarli. Undan keyingisi maksimum hamda minimum. Maksimum bu kattasi, minimum bu eng kichigi. Ya'ni berilgan qiymatlar ichida maksimum hamda minimum topib beradi. Demak, bunda minimum 3 mana. Maksimum bosardim. Nima belgilaymiz? Bunisi esa mana minimum 3. Mana shu shaklda hisoblab berar ekan. Endi заполнить. Mana bu funksiyachi. Bu nima qiladi? Qarang. O'zidan tepada, chapda, o'ngda hamda bo'lgan pastda bo'lgan ma'lumotlarni o'sha tomonga joylashtirib beradi. Endi aslida bundan foydalanish ko'p qiyin foydalanilmaydi. Mana bosdim. Bu yoqdagini bu yoqqa ko'chirib berdi. Ya'ni bundan ko'chirgandan ko'ra shunchaki kopiya qilish osonroq, oson tushadi. Mana bosib turib zapolit qayerda edi deb qidirgandan ko'ra mana shu narsa. Endi очистить nima? Очистitni bossam, belgilaymiz. O'chirib beradi. Shunchaki o'chirishdan farqi bunda tozalaydi. Misol uchun mana shuni hozirgidek stilda belgiladik. Mana shu shakl bo'ldi. Buni очистitga belgilaymizda, qarang, очистить hammasini tozalab beradi. Ya'ni asl holiga qaytarib beradi. Seni bosmasdan pastdagini bossak. Mana shu. Endi asosiy joyga keldik. Filtr. Filtr nima? Filtr nima? Bizda bor jadvalimizda daftar, ruchka, qalam, kitob. Mana shuni o'zi yirikroq jadval bilan ishlayapsiz. 1000 ta, 2000, 3000 ta ma'lumot bor. Shuning ichidan aynan sizga kitob yoki daftar yoki ruchka degan ma'lumotlar kerak. Tovar deb yozib qo'yaylik. Tovar. Ustiga bosamizda filtrni bossak, bu yerda filtr uchun tayoqcha ochildi, joy ochildi. Mana bosamizda xo'sh, bizga kitob kerak. Hammasini o'chirib, faqat kitobni qoldiramiz. Okey. Mana nechta kitob bo'lsa, hammasi ajralib chiqadi. Demak, filtrni boshlang'ich vazifasi shu. Aslida mana bu yerda данный bo'limida sortirovka filtr alohida o'rganiladi. Glavniydagisi mana shu narsa. Yokida filtrni o'chirish uchun mana udalить bosamiz.
Endi shularni alfavit bo'yicha saralamoqchisiz. Ko'rasiz? Sortirovka ya, a ya. D kitob qilib joylashtirib berdi. Keyingisi найти и заменить. Найти bu qidiruv. Shunchaki mana Ctrl F ni bossak, mana qidiruv ochiladi. Bizda nechta kitob bor? Kitob. Kitob xato yozilgan edi. Qalam qidiramiz. Qalam. Nechta bo'lsa, mana bu joyda chiqarib beradi. Mana 10 ta yechilgan. Keyingisi найти и выделить. Buning ichida заменить ham bor mana. Qalamni bossak, almashtirish. Qalamdon. Zaminit deseni bossak, shu yerda qalam nechta bo'lsa, qalamdonni o'zgartirib berdi. Ruchka bor ekan. Ruchka. Qalam. Zaminit desa. O'nta almashtirib chiroyli qilib berdi. Ruchka yo'q, emas qalamni o'zgartirdi. Demak, Excel dasturini shu yergacha bo'lgan darslarimiz shundan iborat. Keyingi darsda stavka, razmetka, formula kabi bo'limlarni o'rganishni davom etamiz.